Xullas, meni o'ylashim bo'yicha odam soqqa topadi, har bir odam soqqa topadi, uni qanaqa qilib ishlatishga bog'liq. Agar sizni qo'lingizda 20 ming dollar puli bo'ladigan bo'lsa, katta ehtimol bilan siz uni ishlatish bo'yicha tajriba yoki bilim yo'q bo'ladigan bo'lsa, u yo'q 3 oy yoki 4 oyda siz gadoy bo'lasiz yoki hozirgi holatingizdan pastga tushib ketasiz. Bu tomon ham bor va yana bitta tomoni bor, ya'ni ko'proq soqqadan ko'ra atrof muhitni to'g'irlash va atrofdagi odamlarni yaxshilash. Payt keladi, siz atrof muhitni to'g'irlaysiz, payt keladi, siz soqqa topasiz, tasavvuringizdan-da yaxshiroq soqqa. Va o'sha paytda agar atrof muhitingiz yaxshi bo'ladigan bo'lsa, hammasidan maslahat olib o'zingizni rivojlantirishingiz mumkin. Lekin siz egoist bo'lib, qanaqadir holatda o'zim bilaman, o'zim qilaman deydigan bo'lsangiz, okey, ma'lum bir narsaga erishasiz. Lekin men birinchi toifadagi odam erishib bo'lgan narsalarga endi siz erishib kelasiz-da. Shu narsa bor. O'shaning uchun men aytmoqchi bo'lganim, atrof muhitni to'g'rilang, pul ikkinchi darajada.